Salom investorlar, uyingizda 5 mahal azon ovozini eshitib o'tirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Azizlar, ushbu hovlimiz 8 sotuvga tushgan, 8 xona 3 ta sanuzulga ega. Polностью kap remont qilib qo'yilgan, barcha xonalar kirib yashashga tayyor Yevrolyuks xonadon. Azizlar, 8 xona o'zini 3 ta sanuzulga ega. Bu xonadonimizda bemalol 3 ta xo'jalik yashashi mumkin. Ota-onangizga hadya qiladigan bo'lsangiz, 2 ta kelin olib kelib bemalol yashashi mumkin. Kirish qismimizda sразу blogimiz bilan tanishtirib o'taman. Azizlar, gostivoy zona, совмещенный kuxnya qismi bilan. Kuxnyasiga ko'rib turib bitta baho berasizlar. Azizlar, sifatli remont qilingan, ideal darajada. Do'kontorning kotel ko'rtlarini qo'yib qo'yilgan azizlar. Bu xonamiz mehmonjonlarimiz uchun mehmonxona. Azizlar, mana bu remontga qarab turib bitta baho berasizlar. Gostivoy zonani o'zini spalnasi. Xoling, ota-onangizga bitta yotoqxona qilib bering, o'zini sanuzulga ega. Gollandskiy pechkada siyatli xonadon issiqqina qaynoqini turibdi azizlar. Davom etadigan bo'lsa, o'zini yashil hududiga ko'rib turib bitta baho beringlar azizlar. 5 bola hududi katta masjid yaqinida. Juda ham masjidga yaqin joyda joylashgan, yashil zonasini ko'rib turib baho berishingiz mumkin. Sifatli, ideal darajada tayyor qilib qo'yilgan. O'zini ayvoniga ega. Bu yoqda 3 ta xona, orqada 2 ta xona, mana bu yoqda yana 3 ta xona. Bir boshdan ko'rsatishni boshlaymiz. Ko'rib turganlarda ideal remont qilingan. Dach kiradigan bo'lsa, bu yana bitta katta to'y-to'ychiq uchun, mehmonjonlarimiz uchun mehmonxona. Mana bu remontga bitta ko'rib turib baho berib qo'yasizlar. Bu bitta yana bitta spalni, xoling detski qilib qo'ying, xoling взрослый spalni qilib qo'ying, sababi bu o'zini sanuzulga ega. Sifatli remont qilingan, ko'rib turganinglarda azizlar. Dach davom etadigan bo'lsa, u yoqda yana bitta xona bor, как spalni hisobida, bu yoqdan ham foydalansangiz bo'ladi. Remontga bitta ko'rib turib baho berasizlar, sifatli remont qilingan. Uyimiz barcha jihozlari bilan ham kelishiladi. Xoling jihozni ham ochib ketishadi. Mana shu ko'rgan zalimizning tagida shu darajada kenglikda podval qismiga ega, o'zining letniy kuxnyalari, bu yoqda yana bitta sanuzul, yana 3 ta xona. Bu xonalarni oladigan bo'lsak, vaqtimiz yetmaydi. Azizlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Ushbu nomerlarga telefon qilib, bemalol kelib ko'rib, savdolashish imkoniyatiga egasiz. Narxiga keladigan bo'lsa, egalar tomonidan $190 ming aytilyapti. Albatta kami qilib beriladi.